Prezidentimiz tomonidan imzolangan yangi tahrirdagi jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan davlat siyosatining huquqiy asoslari, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi mustahkamlab qo'yildi. Shuningdek, davlatimiz rahbarining sport sohasini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va sohaga tadbirkorlik subyektlarini jalb qilishni kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida ham ayni yo'nalishdagi ustuvor vazifalar belgilab berildi. Hozirgi sharhimiz shu haqda. Yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar jarayonida sport sohasini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Shu bois Prezidentimiz rahbarligida jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, sog'lom turmush tarzini hayot me'yoriga aylantirish, ayniqsa yoshlar va xotin-qizlarni sportga keng jalb etish borasida tizimli va izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. So'nggi 8 yilda byudjetdan sportga berilayotgan yillik mablag' 250 milliard so'mdan 3 trillion so'mga oshirilgani sohaga qaratilayotgan e'tiborning yorqin dalilidir. Yurtimizda sportni eng quyi bo'g'in mahalladan boshlash uchun 5 bosqichli ommaviy sport musobaqalari yo'lga qo'yilib, unga 15 million aholi qamrab olindi. Bundan tashqari o'zbekistonlik yoshlar Osiyo va Olimpiya o'yinlarida 50 dan ortiq rekord natijalarga erishgani, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi ilk bor jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritib, xalqimizning 34 yillik orzusini amalga oshirgani haqida g'urur bilan gapirish mumkin. Biroq shu bilan birga sportni yanada ommalashtirish, manfaatdor tashkilot va idoralarning o'zaro vazifalari va vakolatlarini qonun darajasida belgilash ehtiyoji yuzaga kelmoqda. Boisi amaldagi jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni 2015-yilda qabul qilingan bo'lib, bunga kun talablariga to'liq javob bermaydi. Oddiy bir misol, ommaviy sport, o'quvchilar va talabalarni sportga jalb qilish, sportchilarni tayyorlash va saralab olish tizimi amaldagi qonunda nazarda tutilmagan. Shuningdek, sport turlarini e'tirof etish, sport federatsiyalarini reyestrga kiritish tartibi, kelishilgan o'yinlarga qarshi kurashish kabi masalalar tartibga solinmagan. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan bir guruh deputatlar tomonidan qonunchilik tashabbusi huquqi asosida ishlab chiqilgan jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonun qabul qilindi va prezident tomonidan imzolandi. Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi yangi qonun avvalgi qonundan keskin farq qiladi. Nega? Chunki birinchidan davlatimiz rahbari 2025-yil fevral oyida sport vazirligi, federatsiyalar, olimpiya, paraolimpiya barcha jamoalarni yiqqan holatda bu sohada amalga oshirish kerak bo'lgan va bu sohadagi muammolarning yechimiga qaratilgan tashabbuslarni ilgari surdilar. Qonunchilik palatasining bir guruh tashabbus ko'rsatgan deputatlari sport vazirligi bilan birgalikda hamkorlikda bu sohadagi barcha takliflarni qamrab olgan holatda qonun ishlab chiqdi. Bu qonunda 5000 dan ortiq takliflar inobatga olindi. 40 dan oshiq yangi moddalar kiritildi. Antidoping moddalari ham xalqaro darajada ilg'or tajriba bilan kiritilganligi qonunni ta'sirchanligini va qonunni aynan ishlashini e'tiborga olishga xizmat qildi. Yangi tahrirda qabul qilingan qonun aynan ishlashi bilan, uni foydalanishi bilan va uni barcha federatsiyalarni, barcha maqomlarni, barcha yo'nalishlarni o'z ichiga olganligi bilan ham juda muhim hisoblanadi. Qonun bilan aholini ommaviy sportga jalb qilish va ommaviy sport tadbirlarini tizimli o'tkazib borish, sport turlarini e'tirof etish va ularning reyestrini yuritish tartibini takomillashtirish, sport musobaqalari natijalariga qonunga xilof ravishda ta'sir ko'rsatishning oldini olish va unga qarshi kurashish choralari belgilanmoqda. Ahamiyatlisi, Milliy olimpiya va paralimpiya qo'mitalarining huquqiy maqomi va vakolatlari, paralimpiya, surdlimpiya, maxsus olimpiya va ko'zi ojizlar sporti harakatlariga doir masalalar qonun darajasida belgilab qo'yilmoqda. Shuningdek, sport federatsiyalarining huquqiy maqomi, huquq va majburiyatlari, ularni reyestrga kiritish va chiqarish mezonlari, sport klublari va sport ligalarining huquqiy maqomi va faoliyat yuritish tartibi, trener, sport hakami va sport agentining huquqiy maqomi, huquq va majburiyatlar ham o'z ifodasini topmoqda. Bu tarixiy voqea desam, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Nega deganda, oldingi qonunda hozirgi O'zbekistonimizda, ayniqsa yangi O'zbekistonda tub islohotlar, ommaviy sportga yoshlarni jalb qilish, aholini jalb qilish
sport musobaqalarini tashkil etish, sportchilarni saralab olishdagi ko'p vazifalar, topshiriqlar eski qonunda belgilab berilmagan edi. Yangi qonun 8 ta bob, 65 ta moddadan iborat bo'lib, 40 ta moddaga alohida o'zgarishlar, qo'shimchalar kiritilgan bo'lsa, 18 ta yangi modda qo'shildi. Birinchisi, aholini, ayniqsa yoshlarni ommaviy sportga jalb qilish bo'yicha katta vazifalar belgilab berildi. Buning asnosida yoshlarni ommaviy sportga jalb qilish orqali 5 tashabbus olimpiadasi, 5 tashabbus paralimpiyadasi qonun bilan mustahkamlab qo'yildi. Ikkinchisi, albatta sportchilar, trenerlar, sport hakamlari, sport agentlarining huquqiy maqomlari alohida belgilab qo'yildi. Qonunda sport musobaqalarida kelishilgan o'yinlarni oldini olish, ularga qarshi kurashish, shu narsaga moyil bo'lgan sportchilarni va o'sha vakillarni diskvalifikatsiya qilish, ularni sport musobaqalariga jalb etmaslik choralari ham alohida belgilab qo'yildi. Bu qonun oldimizda turgan vazifalarni bajarishda juda ham asqotadi desam, menimcha mubolag'a bo'lsa kerak. Nega deganda, qonunda oldingi shu ommaviy sport bo'ladimi, aholini keng sportga jalb qilish bo'ladimi, terma jamoa a'zolarini shakllantirish bo'ladimi, sport federatsiyalari bilan hamkorlikda ishlash bo'ladimi, xalqaro musobaqalarda sportchilarimizni yangi yutuqlarga erishishlari uchun yo'naltirish bo'ladimi, buni hammasi shu yangi qonunda o'zini aksini topgan. Qonunda Milliy antidoping agentligining huquqiy maqomi ham belgilandi. Shuningdek, sportda dopingning oldini olish va unga qarshi kurashish tartibi Butunjahon antidoping agentligi tavsiyalari asosida takomillashtirilib, antidoping qoidalarini buzganligi uchun qo'llaniladigan choralar ko'rsatib o'tildi. Misol uchun, oldingi 2015-yilda imzolangan qonunda sportda antidoping qoidabuzarliklar 7 ta banddan iborat edi. Yangi imzolangan qonunda antidoping qoidalari xalqaro antidoping agentligining kodeksi va xalqaro standartlarga asosan takomillashtirildi. Shuningdek, bu qonun bilan birga sport sohasida antidoping yo'nalishi bo'yicha kurashish va uni oldini olish bo'yicha bir qancha yengilliklar va qo'shimchalar kiritildi. Misol uchun, sport muassasalarining yuridik maqomi belgilandi. Ya'ni sportchining doping iste'mol qilinishida nafaqat sportchi, balkim sportchining vakili, murabbiysi, shifokorining yuridik bilim va saviyadan oshirish bo'yicha alohida turkum topshiriqlar berildi. Qonunda ahamiyatli joyi milliy antidoping qoidalari O'zbekiston Respublikasi Milliy antidoping agentligining vakolatiga berildi. Bu albatta xalqaro tashkilotlar tavsiyasi, xalqaro tashkilotlar tajribasidan kelib chiqqan holda imzolandi. Bu endi bizaga yanada antidoping agentligining faoliyatini yaxshilashga, takomillashtirishga, ya'ni toza sportni ta'minlash uchun katta bizaga vazifa va yuklamalar berildi. Qonunning o'ziga xos yana bir jihati shundaki, davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi bilan ish beruvchilarning xodimlarini sport bilan shug'ullanish uchun zarur sharoitlar yaratishga mas'ulligi belgilab qo'yildi. Mazkur qonun doirasida nazarda tutilgan tadbirni tashkil etish, sohada boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sport sohasini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va sohaga tadbirkorlik subyektlarini jalb qilishni kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qaror professional futbol klublari faoliyatiga bosqichma-bosqich tadbirkorlik subyektlarini jalb qilish, klublarda korporativ boshqaruvni joriy etish, futbolni moliyalashtirishda bosqichma-bosqich tadbirkorlar ulushini kengaytirish, zamonaviy mexanizmlarni joriy etish va klublarni boshqaruvga olgan tadbirkorlarga imtiyozlar berish. Misol uchun, futbol klublarini sotib olish yoki sport obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish ishlari uchun 1 yillik imtiyozli davr bilan 5 yil muddatga yillik 14% stavkada kredit ajratiladi. Bu imtiyozlar orqali hurmatli prezidentimiz klublarimizni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratib beryaptilar. Alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak, hurmatli prezidentimiz har bir futbol klubini moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun bir xil miqdorda 35 milliard so'mdan mablag' ajratib beryaptilar va bu o'z-o'zidan klublarda moliyaviy fair play tizimini joriy etadi. Ya'ni Superligada ishtirok etadigan 16 ta jamoaga teng imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu mablag'lar futbol infratuzilmasini yaratish, futbol akademiyalari va ayollar futbolini rivojlantirishga xizmat qiladi.
ishonchimiz komil, ushbu qaror futbolda zamonaviy boshqaruv tizimini joriy qilish orqali klublarning moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi va futbolimiz rivojlanishiga xizmat qiladi. Qaror bilan sport sohasini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish maqsadida sport sohasida tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etilmoqda. Hujjat bilan jamg'armaning vasiylik kengashi tarkibi va uni moliyalashtirish manbalari belgilab berildi. Mazkur qaror qabul qilinishi sport sohasida moliyalashtirish tizimini yangi bosqichga olib chiqadi. Ya'ni qaror bilan bugungi kunda sport sohasiga ko'rsatiladigan homiylik yordamlarini yagona tarzda markazlashtirish va ularni sarflanishini nazoratini olib borish maqsadida sport vazirligi qoshida maxsus jamg'arma tashkil etildi. O'sha jamg'arma orqali barcha sport federatsiyalari, futbol klublari moliyalashtirib boriladi. Bu juda ham uzoq kutilgan qaror, ayniqsa sport ahli, futbol ahli uchun, sabab davlat tomonidan birinchi marta to'g'ridan to'g'ri byudjetdan ularni saqlash xarajatlariga mablag'lar ajratilyapti. Barchaga keng imkoniyat berilyapti. Qarorga asosan sport sohasini moliyalashtirishda qatnashadigan tadbirkorlarga berilgan bir qator imkoniyatlar yoritib berilgan. Lekin shu bilan birgalikda davlat o'z zimmasidan sportni qo'shimcha moliyalashtirishni soqit qilayotgani yo'q. Ya'ni bu qaror bilan birgalikda bugungi kunda 2026-yilda davlat byudjetidan sportga ajratilgan mablag'lardan tashqari mazkur qaror bilan qo'shimcha 700 milliard so'm mablag' ajratish ko'zda tutildi. Bu mablag'lar yurtimizdagi olimpiya va paralimpiya harakatini rivojlantirish hamda futbol klublarini moliyalashtirishni nazarda tutgan. Bundan tashqari juda ham ko'p sport ahli istagan yana bir muhim holat qayd etildi. Proliga va Superligada qatnashayotgan sport klublarida jismoniy shaxslardan olingan daromad solig'i bekor qilindi hamda ijtimoiy soliq miqdori 1% etib belgilandi. Qarorda belgilanganidek 2026-yilda jamg'armaga davlat byudjetidan 700 milliard so'm mablag' ajratiladi. Shu bilan birga hujjatda mablag'larning ajratilish muddatlari taqsimlanish miqdorlariga qadar ko'rsatib o'tilgan. Xususan, Superligadagi har bir futbol klubi uchun 2026-yilda 35 milliard so'm, 2027-yilda 30 milliard so'm va 2028-yilda 25 milliard so'mdan beriladi. Bu qaror yanada o'zbek sportini rivojlantirishga, sport federatsiyalarini, futbol klublarini moddiy texnika bazasini mustahkamlashga va yakunida o'sha sportchilarimizni maqsadli, to'g'ri, tizimli ularni tayyorgarligini tashkil etishga, ularni oldindagi musobaqalarga, o'quv mashg'ulot yig'inlariga sarflashga, shuningdek ularni o'sha jahon andozalariga mos keladigan o'sha sport anjomlari, sport ekipirovkalari, sport uskunalari bilan ularni butlashga va ular uchun lozim bo'ladigan o'sha o'quv mashg'ulot yig'inlarini tizimli ravishda tashkillashtirishga xizmat qiladi. O'ylaymanki, sportchilarimiz bu e'tibor, bu g'amxo'rlik va bu moliyalashtirish natijasida o'zlarining natijalarini yanada yaxshilab, O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tarishga va O'zbekistonga o'sha medallarni olib kelishga, Olimpiada o'yinlarida, Osiyo o'yinlarida yuqori o'rinlarni egallashiga xizmat qiladi. Sport sohasida zamonaviy boshqaruv tizimini joriy etish maqsadida 2026-yil 1-apreldan boshlab sport sohasini boshqarishning zamonaviy mexanizmlari joriy etiladi. Ya'ni sport federatsiya uyushmasi faoliyati bilan bog'liq yillik barcha xarajatlarning kamida 20% miqdorida homiylik kiritgan tadbirkorni sport federatsiya uyushmalarining ijro organlariga kiritish yo'lga qo'yiladi. Bunda boshqaruvda tadbirkorlar ishtirok etadigan sport federatsiya uyushmalari ro'yxati Milliy olimpiya qo'mitasi tomonidan sport vazirligi bilan kelishilgan holda belgilanadi. Respublikamizda sportga e'tibor juda ham katta bo'lyapti. Ayniqsa oxirgi O'zbekistonni jahon chempionatiga futboldan chiqishi bu juda ham katta imkoniyat O'zbekiston futbolining rivojlanishiga deb hisoblayman. Ko'pchilik kutgan va albatta bu O'zbekistonda sportga berilayotgan e'tibor natijasi deb hisoblayman. Biz Olimpiya qo'mitasi bilan hamkorlikda yangi loyihalar boshlaganmiz. Men juda ham xursandman. Tadbirkor sifatida o'zimni hissam qo'shayotganimga. Oxirgi qarorga kelsak, bu yangi imkoniyatlar barcha tadbirkorlarni, agar tadbirkor sportning qaysidir yo'nalishiga homiylik qilsa, bu yangi imtiyozlar olib keladi. Bu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib qolish kerak deb hisoblayman. Ham sportda, ham o'zini faoliyatini rivojlantirib olish imkoniyati mavjud. Ishonchli boshqaruvga berilgan professional futbol klublarida
klubni moliyaviy va strategik jihatdan qo'llab-quvvatlash hamda moliyaviy shaffoflikni ta'minlash maqsadida kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi tashkil etiladi. Qaror bilan professional futbol klublari ishonchli boshqaruvga va sport federatsiya uyushmalariga jalb qilingan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida bir qator imtiyozlar nazarda tutilgan. Xususan 2026 yil 1-apreldan 2029 yil 1-aprelga qadar Superliga va Pro Ligada ishtirok etuvchi futbol klublari futbolchilari jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini to'lashdan ozod qilinadi hamda ular uchun ijtimoiy soliq stavkasi 1% miqdorda belgilanadi. Xulosa qilib aytganda, mazkur qonun va davlatimiz rahbarining qarori sport sohasini yanada rivojlantirish, jismoniy tarbiya va sportga oid munosabatlarni tizimli tashkil etish, amaliyotda mavjud bo'lgan ayrim aniqliklar va huquqiy bo'shliqlarni bartaraf etishga, pirovard natijada sportning yanada ommalashuviga, tarixiy rekordlarning yanada ko'payishiga xizmat qiladi. Albatta, yangi tahrirdagi qonun hamda davlatimiz rahbarining tegishli qarorida belgilab berilgan ustuvor vazifalar mamlakatimizda sportni yanada rivojlantirish, o'zbek sportining jahon arenalaridagi o'rni va mavqeini yanada oshirishga xizmat qiladi. Biz kelgusi dasturlarimizda prezidentimiz tomonidan imzolangan ushbu muhim hujjatlarning mazmun mohiyati, unda sportni, sportchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yaratilgan yangi shart-sharoitlar haqida soha mutasaddilari, sportchilar hamda soha rivojiga hissa qo'shayotgan taniqli tadbirkorlarning fikr mulohazalarini berib boramiz.